Voy. Voy. Nima bo'lib ketyapti? Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bilasizlar, Cobalt Gentry egalarini mana g'ash kelib turadigan nakleykamiz bor. Bu zavod izgotовитель chiqqan to'g'risida informatsiyasi bor. Endilikda buni davosi bor yo'qotishdi. Qaranglar, Carwell Racing biz ofitsialniy dileri bo'lamiz. Bu nima qiladi? Bu effektni chuda. Ko'ryapsizlar? Mana. Mana qo'lda chiqar, zo'rg'a chiqarsa bo'ladi. Ito atverka bilan. Sepaman, 10 sekund kutaman. Carwell Racing. Удалитель тонировочной пленки, наклеек и следов скотча. 70 ming so'm. Tayyormisizlar? Sepdim. Sepdik, qaranglar. Tayyormisizlar? Вау! Продолжаем. Aytib o'taman. Carwell Racing. Carwell Racing. Tayyormisizlar? 1, 2, 3. Voy. Voy. Nima bo'lib ketyapti? Usiylar qilmayapman, voy. Ha, chiqib ketishini qaranglar. Qani qo'limda qilib ko'raychi? Voy. Voy, shpatel ham kerak emas ekan. Hammani besis qiladigan narsa bittada ketyaptimi? Kutilmaganda yangiliklar kelib turibdimi? Carwell Racingni taklif etamiz. Voy, taklif etamiz deymiz. Tavsiya etamiz. Bizda наличие bor, biz ofitsialniy dilerlardan birimiz. Salomat bo'linglar.